Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymaz. Leksiyanı başlaştın, evvel sizlerden apel soraydığının bir keçiri olan beni, yani tötken sakıltıp koyduğum hayat. Turmuş dikenmişin akıl diken koy vatandaşlar. Endi bugün sizlerge sözleydiğin leksiya Washington'da sözleyimiz. Leksiya da Sıdaqacı Rozi. Bugün çiğitlağı 2023 yıl 1. ayının 18. günü vatandaş. Bugünkü haberlerde Cungu doğrusunda, Xitay doğrusu kelip atkan haber, mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy ishlar, mesela Davlat Mudofaa Ministerligi munosabatlik Cunguga bo'lgan takliflarni Cungu hukumati yana rad qildi. Ya'ni harbiy ishlarda ochiq oshkora bo'laydi, aloqada bo'laydi degan taklifni Cungu hukumati rad qildi deyildi. Hozir xabarlar qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2. ayning boshlarida Cunguni ziyorat qiladigan bo'ldi dedi. Boshqacha g'ayri xabarlar yo'q masalan bu to'g'rida. Endi eng asosli vaziyatga aloqador hozir Ukraina tarafdan Rossiya-Ukraina urushidan so'z ochadigan bo'lsak hozir Rossiya Ukrainaga yana shiddatli hujum qildi. Bugungi bir parcha xabarda deyildiki, vatandaş hozir Rossiya 700 ming kishilik askariy qo'shin tayyorladi. O'sha bir hafta ichida Ukrainada qattiq jang qiladi dedi. Bunun avvalida aholilarni bombardimon qildi Rossiya armiyasi. Bundan keyin Dnepr daryosi qirg'oqlarida o'ltiraqlashgan aholilarni qirg'in qildi. Bombardimon qildi. Rossiya asabiylashdi. Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Condoleezza Rice xonim dediki, g'aljirlashish Vladimir Putinning birdan-bir chiqish yo'li edi. Hozir navbat oxirgi leksiyamiz to'xtalamiz bu to'g'rida. Bugungi vaziyatlar shu. Endi Jungu tarafdagi xabarlar ko'p diqqat og'dirib sababi hozirgi dunyoning jiddiy vaziyati Rossiyaning Ukrainaga qaratgan hujumining keskinlashayotganligi va buning oqibatidan qanday bo'lganligi munosabatli xabarlar vatandoshlar. Birinchi leksiya mandaq. Shundoq. Hozir navbatda butun dunyo Rossiyaning gumron bo'lishiga tayyorlik qilishi lozim. Mavzuli xabar 1. ayning 17. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Tashqi siyosat jurnali Amerikada maqolasida bundoq ko'rsatdi. Rossiyaning gumron bo'lishiga tayyorlik qilmaslik intayin xatarlikdir. Rossiyaning Ukrainani egallab Kiev shahrida qo'rchoq hukumati qurish g'arazlari gumron bo'lgandan keyin Kreml sarayining Ukrainaga tajovuz qilishi mag'lub bo'lganligi borgan sari oydinlashdi. Shunlashqa bir yillik urushdan keyin siyosiyonlar, siyosat belgilagichilar, tahlilchilar, muxbirlarning Rossiya mag'lub bo'lgandan keyin nima natija yuz berdi? Muhokama qilib boqmaganligi bir qiziqarli ish bo'lib qoldi. Rossiyaning gumron bo'lishi yemirilishi borgan sari oydinlashishga boshladi. Bu bir xil tasavvur kuchi kam bo'lgan eg'ir bir xatardir. Tashqi tajovuzchilik mag'lub bo'lishi ichki jihatda ojizlab ketgan sistem bilan birdak bo'ladi. Rossiyada ichki portlashning yuz berishi texmi mumkinlikka aylanadi. Bu ish g'arb dunyosi uchun yaxshi ishmi yoki yomon ishmi? Siyosat belgilaguchilar bu oqibatga yaxshi tayyorlik qilishi lozim. Ukraina urushida Rossiya mag'lub bo'lgandan keyin Rossiyada nima o'zgarish yuz berishi mumkin? Prezident Vladimir Putin taxtdan tushishi mumkin. Prezident Vladimir Putin taxtdan tushishi mumkin. Orqadilla o'ngchil millatchilar Rossiyada o'ttirisida
qabihlashadigan huquq talashish ko'rishi boshlanadi. Ular davomli urush qilib, hozirgi siyosiy darja tuzumini tarmar qilishning manfaatli munosabatlik konservativ imtiyozliqlarning tarmar bo'lishini umid qilishidir. Shuning bilan urushni oxirlashtirib, Rossiyani isloh qilish harakati boshlanadi. Kim g'alaba qiladi biz bilmaymiz. Lekin faraz qilamizki, bu bir maydon kurash. Rossiyada hokimiyatni ojizlashtirib, Rossiya urushdan yaltiydi. Hokimiyat ojizlashadi, iqtisod xaroblashadi. Norozi bo'lgan rossiyaliklar ko'chaga namoyish chiqadi, hatto qo'liga qurol oladi. Rossiya Federatsiyasi rost bo'lmagan siyosiy birliklar texnik ko'p huquq talab qiladi. Tatariston, Boshqirdiston, Checheniya, Dag'iston va Saha qatorliq millatlar texnik cho'ng huquq talab qiladi. Urush bo'lmagan millatlar bir necha asrdan beriki bo'ysundirishning oqibatidir. Texnik diqqat qiladigan bir ahvol shuki deydi xabarda. Merkezi hükümet tizginleşinin parçalanışı, Federatsiyalik Rossiya sistemisinin yemirilişi deganlikdir.